YouTube'dan ko'ramiz. O'sha olib qolaman. Bahodir aka dollar bo'ladi dedi. Bu dollar bo'lmas, Bahodir aka deyman. O'zimiz mahallamiz mana. Bir sakir qolib. Olmay ko'p qilganni. Sim uzilib ketdi-da, simi. Sim yo'q ekanda, oltalik sim. Qalinroq sim yo'q ekan, boja. Sog' salomat bo'linglar. Mana ko'p kishi yozibdi, pul olishyapti bular. Biz olmaymiz, bizga kerak emas. Biz shu ishlasak bo'ldi, shu uy bo'lsa. Hammalaringizga rahmat, lekin yordam. Kaskalarini kiyishlaylar, kaska dikaska. Mana kaska bor mana. Mana kaska bor. Alloh amin. Ana shu dunyoga ihson qilayotgan yurtdoshlarimizni omadini bersin, biriga 1000 bersin, mingiga million bersin ilohim. Charchamasdan. Ha, bugun bir jonli ijro eshitaylik, usta tog'a. Bizdanmi, odammi? Sizdan. Shundaymi, men? Ha? To'xtab turing. Jonli ijro eshitmasak bo'lmaydi, umuman. Tartibga olmasdan oling. Karkazlarni ham to'qishib bermishganlar. Hormang. Salomatga. Charchamayapsizmi? Sal ko'zni uzib qarash kerak, usta bu. Qiziqasizmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olam podshohi Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar, tanitollaring sog'mi? Charchamasdan ham sizlar Xudo xolasa Elparvar otash nomli loyihamizga ham yetib keldik aziz yurtdoshlar. Ishlar avjida, Xudo xolasa video davomida ko'rib boraverasizlar. Ihson qilganlarga hammalaringizga rahmat. Ihsonlaringiz Alloh huzuriga qabul qilgan bo'lsin. Shuni niyat qilgan bo'lsanglar, niyatlaringizga erishinglar. Har doim birlaringizga minglaringizga million bersin. Befarzandlar Alloh taolo chiroyli muslima farzandlar bersin. Uyi yo'qlarga uylar bersin. Mashinasi yo'qlar mashinali bo'lsin. Hammalaringizga omadlaringizni bersin aziz yurtdoshlar. Ihson qilganlarga yana bir bor hammalaringizga rahmat. Sizlar tufayli Xudo xolasa mana shuncha loyihalar bo'lyapti. Xudo xolasa paddishga bo'lib tursanglar, Xudo xolasa bundan ham zo'r loyihalarni qilishga va'da beramiz deydi-ki. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, bilet haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Ko'p kishi kommentariyada yozibdi, bilet nechta qoldi, o'yin qachon, biletga birinchi turga start berilgan ancha bo'ldi deb yozishibdi. Aziz yurtdoshlar, 150 dona biletimiz qoldi. Xudo xolasa boshida biletlarimiz yaxshi ketib, oxirida kelganda juda to'xtab qolgan. Hozir kuniga bitta ham, ikkita ham insonlar olishayotgani yo'q. Xudo qo'llaringizdan kelgancha paddishga bo'lib turinglar. Xudo xolasa biletlarimiz tugashi bilan o'yinni ham o'tkazib yuboramiz. Bilet olish uchun 95 lik kod bilan 458 73 77 raqamlariga Telegramdan yozsanglar, Xudo xolasa shaxsan o'zim biletlaringizni yozib beraman va o'yin ishtirokchisiga aylanasizlar aziz yurtdoshlar. Likelarni bosib kuzatishga davom etinglar. Xudo xolasa ishlar avjida bosamiz deylik. Mana o'sha apparatlarni ham o'rnatib bo'lishibdi mana, Xudo xolasa. Karkazlarni ham to'qishib bermishganlar. Hormang. Salomatga. Charchamayapsizmi? Sal ko'zni uzib qarash kerak, usta bu. Qiziqasizmi? Ha, bo'ydoqsiz-a siz. Biz ham bo'ydoq. Bo'ydoqlar qiziqadi. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar, o'sha apparatlarni ham o'rnatib, derazalarni ham termichkasini ham qo'yib, o'sha betonlarni to'pga bo'lishibdi Xudo xolasa. Bu taraf bo'ldimi deyman mana? Mana bu taraf bo'pti. Xudo xolasa video davomida ko'rib boraverasizlar. Hormang. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Yaxshigina keldingizmi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchama ishlayapsizlarmi? Bosib turinglar mana. Bizga to'ldirib tayladik mana. Charchamayapsizmi ha? 5-6-yil to'ldiramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yashang.
Yaxlamay qila olaylik, yaxlasa bo'ladi. Shunday, shunday. Ha, shundayda. Qandoqsiz Umidboy? Zo'rmi? Ayting Umidjon. Assalomu alaykum. Mustafa. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Like bosinglar deng. Ma'lum mana azizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum Bojajon. assalom. Bojajon yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hormang, hormang. Charchamayapsizmi? Bor bo'ling, siz hormang. Ha, biz charchamayapmiz. Siz charchamayapsizmi? Biz charchamaymiz. Siz charchaguncha men charchay. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, jigarlarim, qadimkidek qadrdonlarim, yaxshimisizlar, hormanglar. Charchamasdan ishlab yuribsizlarmi? O'laysizlar-ya. Yashaylar, borlaringizga shukr, ilohim. Yuzlaga kirib charchamay yuringlar, ilohim. Ilohim ummatlaringizni bersin. kirib meni loya berib turishlar qaranglar mana 60-65 yoshimga kirib loya berib turibdinglar. Rahmat. Bu odamga rahmat, qani holda ishlab turibdi 65 yoshimga kirib. 10 ta yoshli ishini qilaman. 10 ta odamni ishini qiladi. Qilaman. Umid bu odamga rahmat qiladi. Umid bor, men bor. Shundaymi Umidboy? Men bor. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Jarti bosinglar. Lakti bosinglar. Gumillatayapman. Oxirgisimi bu? Dollar bu? Oxirgisimi? Oxirgisi ular. Qolgan hammasi bo'ldimi? Yo'q, a? Tamam. Bilasanki, ishonasanmi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Aytdim, kapi $100 dedim. Kapi 100. Kap olasizmi? Ha, men kap olib chiqishim kerakmi? Ha, olish kerak. Xo'p, sog' bo'ling. Ha, nima deysiz? Qandoqsiz, daya? Zo'r. Mustafa hormang. Mana bu yoqlar bo'ldi, bu bo'ldi, endi bunga oxirgi. Charchamayapsizmi? Ishlar zo'r olib turibdi, zo'r. Havomiz yaxshi bo'ldi. Ey, yashang. Havo kuz temasin zo'r. Zo'r olib turibdi. Shunday bo'lib tursa, ancha ish bo'lib, ha? Bahor keldi o'zi, ha. Tepaga sizlar bilmadi, pastdagilar. Ha, tepaga bahor kelganda. Ha, pastga ham bahor kelib qolar. Menda-chi-ya? Sizga ham kelgan bahor. Ha, bugun bir jonli ijro eshitaylik, usta tog'a. Sizdanmi, Ha, onammi? Sizdan. Shundaymi, Umid? Ha? To'xtab turing. Jonli ijro eshitmasak bo'lmaydi, umuman. Partaga olmasdan qoling. Bojajon, Ha. kommentariya yozib tashlashgan yurtdoshlar. Jonli ijrodan bo'lsin, necha kun bo'lib ketdi jonli ijro bo'lmaganiga. To'misan ya. Otasholo jahl qilyapti, unday deyishyapti. Hm? Nima deysiz o'zi shular? Tilim ojiz. Tilim ham ojiz, ko'zim ham ojiz dinglar. Bizlar bir nima deyolmaymiz uga. Yolmaymiz. Aytolmaymiz, qo'rqamiz. O egasi bor uni. Kim ekan egasi? 4-5 kun bo'lmayapti. Har kimniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga. Ha, ana. Birovga Gapirolmaymiz, aytolmaymiz. Birovda cherti bo'lmaydi, hozirgi zamonga. 5 million qadar topaman ben. Ha? Mana bir cherting? 10 million qadar topaman men. Hozir tayoq yotgan zamon bo'ldi. Ha. Yotib olib, Samarqandni, Sirnoni, G'ijduvonni, Shashligi yeb yotayotgan kun bo'ldi. Zamon shularniki hozir. Mana bizaga o'xshaganlar mana tayoq yeysan, ham ishlaymiz, sut ichsak ham. Mana bizda bitta og'ayni. Ha. O'sha kun nima ya? Parkka. Aha. Qarshi parkka kirgan, qishloqdan kelgan bachalar bor-ku endi. Ha. O'shandaylar urib, bir ikkitasini pulni olishgan kissasidan 6 yilga kirib ketdi. Ana. 6 yilga. Birovda teshib chiqadi. Hozir unaqa zamon emas, birovni urib, birovni suradigan zamon emas-da. Sayus payti edik. Ha. Qamal. Birovda ishi yo'q edi. Ana shu gunohlarni yuvaylik deb ishlayapmiz-da, ular. Shunday. Hozir buraga seksang ham qamalib ketasan. Sayus payti Ha. gunoh qilganmiz ana. Mendan 1 yosh kichkina bora bo'lmasa, 6 yilga qamalib ketdi. Ahmoq. Sanaqala ahmoq bo'ldilar. Yer yarimtano rohatijon degan. Shunday. Ya biring olib beringlar, shu bechora olib beravermayapti shu. Abduraman, mana yaqin. Umidjonni qiynamanglar, hali uylanmagan, ey. Boja? Bilmasam, Nima endi qiynayapsizlar? men yo'qligim senga gapirdim.
Dam hozirga. O'rtaga bu qiynalib qoldi, ha? Umidjon, dam oling, Mana. Umidjon. Mana, o'zi boradi. Ha, uni, mana. Bosim yana. O'zi. O'zi qattiq o'zi sotsa. Mana. Mana. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar. Hop. Ishlar avjida. Barqobni sotildi. Ye. Ishi yoptalab sizlarga? Yo'q. Qanday kirilaydi bu yoqqa? Bugun kirilmaymi? Lisadan kiriladi-da. Qoshlari qorasi san. Kaskalarini kiyishlaylar, kaska, bikaska ishlaylar. Mana kaska bor mana. Mana kaska bor. Muddatlar harakati kiyasizlar. Socham soch lekin. Ha. Antiqa kiyimchalar. Rabotchilar mana bunday yuradi. Kaskani ko'ring, kaskani o'ylaysizga mana. Yaltiryaptimi? Ha, yaltillaydi. Ha bu kishi prorab mana. Prorab. Baqa qarayavering, prorab. Buni qarang. Prorab. Bu kishi prorab, biz fassomlik. Mana, bizani kaska bunaqa bo'ladi. Bularniki bunday. So'nggi kerak yaxshi pas. Ular yaksan. Öleceksen keling. Ketib qolsan bir yarim yo'q yo'lada qilaman. Tushirmaydi abi. Otalaring balasi emaslar shularga olmaslar. Ana. Haqiqatdan ham ololmayapsizlar. Har odam Hali endi mana shu yoqqa chiqibdim deyman, ha? Yo, tepachida. Shu yoqqachami? Ha. Lekin anchaloq ketib qoladi-da. Bali hop. Bali. Nechtaloq ketdi-da shular ham, mana shular. Bunga ko'p ketdi. Bu 4-loyda. 5mi? Sizniki qachon bor? 5 ta loy bilan mana shular bo'ldi-da, ha? Bitta bo'ldi-da. Kecha o'rnatiluvdi-da bular. Ha? Kecha o'rnatiluvdi. Kechga o'rnatdik-da. Bugun ertalabdan bosildi. Ha, bali hop. Hop. Hop deb ishlaydi. Bali. Bir satır qolib. Omay ko'pirgandi. O ana. Sim uzilib ketdi-da, simi. Sim yo'q ekanda, oltalik sim. Qalinroq sim yo'q ekan, boja. Qayergacha boruvdi o'zi? Keluvdi. 2 metrlik. Bo'larchoq. Tepa zo'r. Bir xil tut. Pastdan qo'yirdimi? Pastda tagdan ketdi. Simga ishonmaylar dedi. Yo'q. Doyda ichkari solib taylash shu bilan. Ikkita qilib chiqar. Arkasiga qoziq qoqish kerak. O'yla o'zi ketdi, nima? Laska. Ketdi. Pastini uyib chiqish kerak taxtani. Sim uzilib ketibdi-da mana bu yoqdan. Ha, uziladi sim. Mana aka uzilib ketgan sim. Arkasidan bironta qoziq qoqish kerakmi? Bo'lib bitta ichkari yasaveray yoqqa. Bitta ichkari toshlaydi. Lekin kovlagan bilan bo'lmasa kerak, boja. Bo'ladi. Bo'lam. Maqsadga yeydi. Joy solamiz buni. Mayasami ekan? Bo'ldi, zakonni bo'ldi. Baq qitgan yo'q. O'zi bo'ldi. Olmaydimi mixini? Berdan qo'yamiz bitta. Mana bu qilmay bitta qo'yamiz. Sher siljidi, mana u sher. Qayt tamam. Bitta mana sim ushlab turgan ekanda.
Sen uzun bundan emas bu. Bitta shu sim ishlab turgan ekanda. O'sha tersa bo'lmay ekan. Eski bo'lmagan. Hammasi pastga qo'yuvdik-ku. Sen pastga qo'yilmagan ekanda. Nima qo'yilgan? Qo'yilgan ekan. Sim uzildi. Yo'q, chakka qo'ymagan ekanmiz. Ha, Bo'ladi. amal kiygan baliqni. Shunga ursin. Talasapet. Dada Dada obering. obering. Talasapetga pul yetmasa, dada obering moped deydi. Mapit. Bunday qilayotadi. Talasapet, dada obering moped deydi. Mopedga pul yetmasa, Aha. olib bera qoling talasapet deydi. To'g'rimi Umid? To'g'ri. O'yladi. Salom o'ynamayapsan. Nima ham deb bo'ldi Umidboy? YouTube ketdi. Kim yirtdi danni? Sizmi? Mana aytdi, haramton to'g'ri. Doy deydimi? Yarim. Unday demang ey. Qoch, opki satilan opki. Satilan opki solaveraylik. Sizda solib taylavering. Solib taylavering. Yarim bo'lsa, ma'munchami? Keyin oxirat ketadi. Hozir uring, hozir. Ey bola. Simga oldim nomini. Joyi solamiz. Nomini Adaya. Vertinetini astire. Ferman doğrusunda bir aparatkandan maktab qilolmasangizlar. Siz svarchikisiz. Ketib qoladi hozir. O'ziga yo'qmi? Yo'q. Nimaga svarchikman deysiz? Yo'q shuma. Obirur. Tolaver ular. Любительmi? Shunday deymi? Svarchikman demasin. Aytmaydi. Aytmaydi. Bir qarish yetar. Obir. Boshqasim yo'qmi, boja? Yo'q-da. Uzunroq. Uzunroq bor. Ay bu. Yomuz yetar. Tempo bo'lasiz. Yuvarib qatirib qo'yibdilar. Kim? Keyin qotgan qo'yur. Hafta bo'lsin. Boshdan to'ldirib keladi. Hozir yana boshdan to'labdimi? Ha? Ketgan emas. Yo'q, ha. Shunday boshilar to'ldiramiz. Boshqa nima ish qiladi? Islomjon, solib beraver. Boshqa nima ish qiladi? Oxirgisi. U shunday bo'ladi, oxiriga kelgan. Kitobda bu yana qo'yirapti bu boja. Sim kitob. Olib oldik. O'tibdi, urarapti. Ha? Urtadi. Taxtan shunaqa qilib qo'ydi. Mayli taxtdan ustma qo'yinglar. Mixga to'xtan, mixga uradi o'tadi. Yoyibdi ya. Balosan. Qantda. O'yladi yani. Yo'q, bir-biri. Anna! Amma. Aferin. Bana turistleri koçtu diye. Yo'q, ketdisi. Ol, shpilla. Hozir yana noldan boshlandilar va
Yo'q, 1 metr qolgan. Qolgan 1 metr. Qimirlamayapsan? Rossiyaga ketib qolayapti. Rossiyami? Zapal deyishdik. Hamma xo'jaydi. Ha. Surat nima ish qilyapti? Ukalar bilan og'ayni edinglar, ukalardan surat. Uy buzildi. Ekmek patlazordaki. O'sha jingaladi, bo'ldi bo'ladi. Qanday? Jimi o'xshaydi. Ha, soch qarang. Laska. Bizni sochdi. Ana. Uzunligi bunday arqa qo'ydi. Mal tug'ilib oldi. Yo'q. Bitta o'g'li bor, ikkita qizi. Yurtdoshlar ballar saray. Ha, rahmat. Akamam men. O'tiraman arzon. Ha, sanatskiylar, sanatskiy olganlar. Tashqi hozir ko'rdi. Biz endi YouTube'dan ko'ramiz. O'sab qolaman. Bog'dagi dollar bo'ladi deydi. Bu dollar bo'lmas, Bahodir aka deyman. O'zimizni mahallamiz mana. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar, ishlar avjida. Pastda bu taraf ham mana bo'lib qoldi. Ana oxirgisi shu deyishganda. Bermishkalar bo'ldimi? Ha? Yo'q. Nima qilamiz? Qotamiz. Yaxlaydi keyin. Mana shu sotilmadi-da, ana shu. Yana qochaptimi? Qochaptimi yana? Shunda. Og'irlashyapti-da, tepada tayyorlanib pastga naqd ketdi. Shunga 5 suv torttirib tayyorlash. Shundaligina boyam. Bosim bo'lgani uchun qo'yib yubordim deyman-da. Makkami. Bu ham hakam ku. Mahkamligiga. Ozgina suv torttirib olaylik. Ochdi-da mana. Qandaysiz? Voy nasrini zog'dan nima ketdi zanon nima Olmasa, shoshilmaylar. Nimaga tinim bor, sizga tinim yo'q ekan. Ana narvonga chekibdi. Narvonni uchigacha. Yetib olmadan bitta ukam bor o'zi mana. Aha. Ishlar bo'lanma. Ishlar. Mana. Bitta mana shu qo'lida. Ko'taram narvon. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misilar, salomatmisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Sog' salomat bo'linglar. Mana ko'p kishi yozibdi, pul olishyapti bular. Biz olmaymiz, bizga kerak emas. Biz shu ishlasak bo'ldi, shu uy bo'lsa. Hammalaringizga rahmat, lekin yordam beryapsizlar. Kattadan katta rahmat yurtdoshlar, hammalaringizga. Sog' salomat bo'lib ishlayveringlar. Mana uyni bitqar olsak bo'ldi biza. Biza pul uchun ishlaganimiz yo'q. Yashaylar. Yordam berganlar, yordam bermaganlarga ham rahmat. Qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Yashaylar. Boshida misol uchun hamma 95% odam da'vo qilinglar, yordam qilamiz. Ba'zi birlar buncha beraman deganlar yo'q.
To'g'risida o'sha boshida aytdim men, qaranglar, yurtdoshlar, shunday farzandlari bor. Farzandingiz bo'lgan bilan o'g'il ko'rdim deganingiz bilan odamda sal nima bo'lmasa, o'zida intilish bo'lmasa, keyin to'g'ri, mana shuncha yildan beri mana 2004-yil ko'chib kelishgan ekan Shahrisabzdan shu yerga. Necha yil bo'lyapti? 25 yil bo'lyapti. To'g'ri? Yo'q, 22 yil. 2004-mi, 2003-mi? Ha, shundan beri men shu uyda yashab kelyapman. Kichik pastgina. Hech uyga kirsangiz kallangiz patologga tegadi. O'sha holatda mana sizlarni shuncha bir mehribonchiliklaring bilan, shuncha e'tiborlaring bilan mana shunday joy bo'ldi. Azizlar, bir mo'minni qornini to'ydirish juda ham katta savob ish. Kimdir aytibdi-da, savob emas bu, unaqa. Bir mo'minni qornini to'ydirish yoki ko'nglidan chiqib bir xursand qilishingiz uni o'zi katta bir ehson azizlar. To'g'risida. O'sha kim qanday yordam qiladigan bo'lsa, Alloh taolo hammasini ko'rib turibdi. O'sha yordam qiladiganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ming. Mana kecha, bugun ertalab o'sha akamizga telefon qildim, qaradim kartalarga. O'zbekiston kartasiga 100 qancha tushgan ekan. Uni yigitlarni hissasidan nima qilmaydi, to'g'risi operator nimasiga, kompaniyasiga pul tashladim. 100 ming tashlab berdim. Islomga 85 ming bo'ldi. Bu aziz do'stlar, albatta sizlarni tomosha qilishlaringiz uchun, to'g'ri, men bu videoga olib uni yuklash ham internet talab qiladi. Shu sababdan 185 ming so'm O'zbekiston kartaga tushgan ekan. Men g'ishni o'ylayapman. To'g'risi tepaga teriladigan g'ishga pulimiz yo'q, nol bo'lib qoldik kecha. Men apalakkalarni ham olib keldik, ham qarz bo'ldi, sim oldik. Nol bo'lib qolganimiz uchun Mahsud akamizga majbur bo'ldim, telefon qildim. Akamiz gap so'z bo'lishi mumkin emas sizlar, bir og'izdan keyin bo'ldi dedi. Hafta qo'yaraman yana 10 million deb 10 million tashlab oldilar. Alloh rozi bo'lsin. Endi g'ishda kelishib olamiz dollarboz bilan. Endi bular olmagan evaziga 1000 so'mdan olasiz. Ko'ryapsiz. 1000 so'mdan emas, mayli, ana qilamiz. 1100 dan qilamiz. Sizlarga og'ir tushmasin. Ümitga ko'proq bering deb aytdi. Nurjonga mahbura. 1700 dan ko'paytiramiz. 4,5 ming ko'paytiramiz pastga. 1700. 1100 dan. Tezda to'ppa to'g'ri. Kimingdan terishyapti hozir? Ko'paytiramiz. Rishimiz yarim pulga tegadi-da. Bo'lamizmi? 4 million 950 ming. Men 3 million 700 beruvdim. 1 million 250 ming berganmiz. Hozir shu akamiz tashlagan pulni yechib keldi do'stlar. 1 million 250 ming beramiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yarim. Boya son 80 ming qolganiga tashlaysan. O'z kartangizdan tashlashasiz uni. Tashlatamiz hozir. Kartadan 1 million 250 ming. Pullar yaxshi kunlar xizmat qilsin, ayting. Alloh amin. Ana shu Jo'natga ehson qilayotgan yurtdoshlarimizni omadini bersin, biriga 1000 bersin, mingiga million bersin ilohim. Charchamasdan Maqsud akajonimizni ham akamizni omadlarini bersin, birlariga million bersin ilohim. Amin. Sog' salomat bo'laveringlar. Alloh akbar. Rahmat sizlarga. Qiladiganlarni umriga rizqiga Alloh taolo barakat bersin. Yordam qiladiganlarni shundan aytdi. Otasolo rahmat ham aytmadim, lekin videoni yaxshilab ko'ringlar. Videoda chiqib salom berib, rahmat sizlarga deb yaxshi gapiryapti. Mana hamma videoda shu rahmat. Hozir chaqiring, yana ayttiradi. Endi oddosh nima deydi? Boyagidek duoga urinmaganda, endi har xil odam bo'ladi endi. Duo qilib Menga o'xshaydi. sizga o'xshaydi. Anaki, Maqsadga Alloh rozi bo'lsin akajon, yana bir rahmat. Boringizga shukr aka. Qolgan ehsonchilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Lekin
Alloh taolo mehribon zot. Rahim, Rahman sifatlari Allohga xos aziz do'stlar. Yo'q deganimiz bilan lekin baraka topsin yurtdoshlarimiz va Rossiya kartamizga 6390 rubl pul tashlaganlar. O'sha yo'q. Ko'pchilik bo'ldi tashlamaymiz bunaqa qilishdi. Hech kim aziz do'stlar majbur emasda kimgadir yordam qilishga yoki kimgadir nimadir olib berishga, kimgadir yaxshilik qilishga majbur emas. Aziz do'stlar, bu dunyo o'tkinchi, bizdan xohlaydigan narsa faqatgina yaxshilik. Boshqa narsa qolmaydi jigarlar. Shuhrat Hazratovich 200, Jamshid Allayorovich 100 Rossiya kartamiz. Muhammad Samuratovich 100, Kamol Do'stbobilovich 1,5 ming, Anvar Qo'chqorov 100, Tojiddin Xudoyberdiyevich 150, Akramjon 100, Chinchoning Turayevich 200, Sanjarbek Istomovich 100, Shavkat 50, Dilnoza Xudoyberdiyevna 9443, Ustamali Rahimovich 89, Xolmurod Pasayevich 11, Sobir Julliyevich 25, Sobir Julliyevich 25, Sobir Julliyevich 25, Sobir Julliyevich 25, baraka toping. Muzaffar Mashrabovich 140 kapinga, Mahmad Rahimovich 100, To'ra Hakberdiyevich 50, Tursunqul Barnoyevich 100, Isomiddin Asliddinov 555, Ismat Nusratovich 200, Rustamxon 50, Qirg'iziston salom, charchamaylar, rahmat Rustamxon aka. Rustamxon aka 50, Qirg'iziston salom, charchamaylar, Rustamxon 50, Rustamxon 50, Qirg'iziston charchamaylar debdilar. Rahmat Qirg'iziston akamiz. Anvar Nasimxonovich 300, Anvar Usmonovich 319, Bekzod Soparboyevich 40, Fayzulla Sayfulloyevich 100, Alijon 100, Bahodir Rajabovich 300, Asqar Abdurashidovich 100, O'tkir Nimatovich 50, Kamoliddin Shermatovich 100, Rustam Musonovich 100, Davron Husanov 202, New 64 kapeka, Kozimjon Isroil o'g'li 300, Aliyor G'ulom o'g'li 86. Shu bilan do'stlar jami bo'lib 6384 rubl Rossiya kartamizga tashlashgan. Alloh rozi bo'lsin. Qadishga qiladigan akalarimizdan hamda O'zbekiston kartamizga ismlar chiqmadi. 20 ming so'm tashlaganlar, 100 ming so'm tashlaganlar, 50 ming so'm tashlaganlar do'stlar. Ism familiyasi chiqmayapti. Mana shuni chiqish kerak edi. 50 ming tashlaganlar. Так. Dilso'z opamiz 20 ming so'm ekan, bu yerdan chiqdi. Mirjalol akamiz 1000 so'm. O'zbekiston so'midan 5 ming so'm oldin tashlagan Abdulla aka. Qadishkada bu turinglar, jigarlar bee'tibor bo'lmanglar. Hozir biz o'sha tashlagan 10 milliondan 1 million qancha dollar bo'yi berdik hozir. Keyin 1 million ketib tashlagan. Hozir tepaga nima qiladigan g'isht polni rachot qilib qo'yamiz. 4,5 mingta g'ishingiz do'stlar. 4,5 mingta g'isht ketadi deyapti. Shu tepaga bunaqa ana bo'lmaydi. Hozir bitta bito aylanib chiqadi. Hammasi aylanadi. Aylanganidan keyin polni siqilashini shunday kesib tashlayveramiz. Ko'rindingmi? Tushundingmi? Polni kesma aylanib bu tepaga olib turadi-ku betonda yana. Yo'q, kesma qo'ylar bu. Ha, sesma aylanib ustidan ishtiraveramiz. 1700 dan bo'lsa ko'paytiramiz 4,5 ming dollar chiqsa ham 7 million 650 ming bo'ladi. Keyin
4,5 ming ta necha list olib keladi? 150 dan olib kelgan 900 tasi. 1800 tasi. Yo'q, 150 mi? 600 tasini pulini berasiz. 600. Ha, 150 bular. 150. 150 dan bo'lsa ham ikkitasi 300 ming, 1800. 4 million 600 ta. Ha? 4 resi 3 million 600 ta bo'ladi. To'rrisimi? 1800 ta 3600 ta bo'ladi. To'rrisi. To'rrisi 5 res bo'ladi, 4,5. 600 ming, 5 res bo'lsa 650 ming. Bo'ldi, jigarlar poddiskada bo'lib turinglar. Ketdimi? Ochdimi? Hozir g'ishtni hal qilib qo'yamiz. Mana o'sha shimni ol, mana. Mana bu ustiga yopiladigan nimalarni yetmaydi baribir nimalar. Yoqda qo'yilgan bolorlar. O'shalarni yetkazishga harakat qilamiz, lekin yetmaydi baribir. Men keyin ko'pchilik aytibdi, eskini qo'ymang. Bunaqa deb eski emas, ular cho'tki turibdi. Rossiyskiy hammasi va shu udar holatda saqlanib turibdi. Chunki devorda ichida bo'lgan suv tegmagan, nam tegmagan, quruq, zo'r bo'lib turibdi. Bu hozirgi nimalardan ko'ra mustahkamroq. Xudo xolasa. Reklama bosib kuzatishga olmaysiz.